Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, yangi asalarichilar. Mabodo mana kommentariyaga yozishyapti. Napat to'g'risida. Mana bu shu napat bo'lmayapti. Shunaqa bo'lsa qo'rqmanglar. Bu bolalarni uchiryapti. Shunaqa holat bo'lsa-lar cho'chimanglar. Napat bo'lganda bir-birini tishlab, tortib shunaqa holatlar bo'ladi. Shunaqa bo'lsa qo'rqmanglar. Mana hozir yana bitta oilamizda yana shunaqa bo'lyapti. Mana. Yangi bola archalarni uchiryapti ular. Shunaqa holat bo'lsa, men qo'rqmanglar. Keyingi ko'pchilik kommentariy yozishi ham mumkin. Bu ro'y deb. Ro'y emas bu. 2 kun yomg'irdan keyin kun sal chiqib qoldi, sallanib chiqyapti kun. Havo lekin ayni turibdi. Shunaqa holat bo'lsa qo'rqmanglar. Bu odatiy holmi? Hollarni tushiryapti. Keyin sizlarga bitta narsa ko'rsatay degandim. Hozir mana oiladagi mana cho'ntagidagi mana ro'yga holatiga tushib qolmasligi uchun bunda ortda ramkada zich turibdi. Bizga joy kerak. Shuning uchun mana bu 3 ta ramkalik cho'ntagidagi atkotkadagi nima ona urchib kelib urqqa kirgan. Endi mana endi bitta oilamiz bor edi. Mana 8-oila. Bu onasi chiquvdi, ko'ruvdim. 4 kun 5 kundan keyin qaraganimda ham yuruvdi. Hozir ochib qarasam ona yo'q. Ilgari kuni ham ko'ruvdim. Haligi uchigan chiqib ketdimikin desam, yo'q. Uchigani ham chiqib ketmabdi. Ona yo'q ekan, lekin bomba tortmagan. Bir chekidan sinchiklab qarab chiqdim hozir. Endi shunga mana shu yerdagi 3 ramkalik atvotkamiz mana shu yerga olib kelib, bu onasiz oila, bu yerdagi urchib qaytib kelgan, urib qo'yayotgan onani ikkalasini bir-biriga qo'shamiz. Hozir shuni sizlarga nimalarda ko'rsataman shuni. Tak, mana orqasiga qo'ysak, onasini qafasga solmasdan ko'rsatamiz hozir buni. Mana orasini iloji boricha ich ochib qo'yiladi. Bir-biriga sekin-sekin o'tib olishadi. Mana ham bitta zastavnoy doska turibdi, mana ham bitta zastavnoy doska turibdi. Hozir shuni nariga olib kelib qo'shamiz shunga. Kecha qilmoqchi edim o'zi buni. Yog'ingarchilik bo'ldi. Shunga qila olmadim. Endi mana yonida turgan mana u ara tiqilib qolyapti. Bunga nima berishimiz kerak? Mumparda berishimiz kerak. Eski arilari uchayotgan arilar qaytib kelib turib, narigiga qo'shilib ketaveradi endi. Videochilarimiz yana yo'q. Operatorlarimiz yana yo'q. Sizlarga jicha foydali bo'lib qolsin deb qo'yapman. Buni o'z vaqtida Mumparda vashina bermasak, mana 2025-yilga ona ro'y holatiga tushib qoladi. Ro'yga tushsa ham qo'rqadigan emas. Agar uyda bo'lsanglar
Tayyor sizlarga bo'lingan pishgan raspoti bilan. Buni oldingi videoda ko'rsatdim, ko'rganlar bo'lsa. Shuni hozir mashinaga qo'shib qo'yamiz. Bitta kuchli oila hosil bo'ladi bunday emas. Bunga nima qilmaganim sababi, o'rtaga gazeta qo'ymaganim sababi, nariga oila g'umbak tortmagan onani osonlikcha qabul qiladi. Agar g'umbak tortib yuborgan bo'lganda bunga qafaschaga solib turib berilardi. Bunda pishgan raspotlari ham bor, chiqqanlari bor. Chiqqanlari ham bor ekan. Mana oldingi bitta rasplotli berganimizdan chiqqanlari. O'zidan chiqqanlari yo'q hali. Mana shu holatda mana masofa turibdi, mana bemalol bitta ramkadan oshiqroq joy sig'adi. Buni ertaga bir-biriga juplab yuboramiz keyin. Endi bunda mana shu qulayroq karbondan foydalanamiz. Tomchidan. Hidi bir-biriga tez o'rganish uchun. Tak. Endi buni karmushkasi ham tutib tursa ham bo'laveradi. Hozir bular bir-biriga osonroq o'rganish uchun uni o'rtadagi karmushkani mana prosta turuvdi. Bunga qo'yib turaveramiz. Bular endi bir-biriga osonroq o'rganish uchun bitta yo'l tutamiz hozir. Hozir ko'rasizlar, uni ham bir-biriga osonroq o'tib ketishdi, bitta yo'lini ko'rsatamiz. Ikkita oila bir-biriga kontaktga kirish uchun o'rtasiga mana salafanda sirop berib qo'yamiz. Shunday holatda mana ustini yopamiz. Bir-biriga sekin-sekin o'rganib ketadi. Mana salafon ortdan kuzataylikchi nima qilishar ekan. Mana sekin-sekin bir-biriga kontakt bilan kirishib o'tadi, sekin-sekin bir-biriga. Endi pastki teritorium ochib qo'yamiz. Eshigini tagida qo'riqchi turibdi ekan. Uni ham ochib qo'yamiz. Endi bundagi asosiy uchayotgan asalarilar yana eski o'rniga qaytadi bega. Hozir buni o'rtasini ochib turib, bunga ham karbondan chachib qo'yamiz. Hali doskasini olib gulchangasi kelyapti ekan. Noqulay bo'lyapti.
olmadı. Ben hazır bu bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6 ramkada zich o'tiribdi. Mana endi o'rtadagi doskasini olamiz. Mana narigindagi aralar bitta kelishni boshlayapti. Hali arani nimalari, uchqurlari. Endi buni o'rtadagi doskasini olib turib, bir-biri bilan urushmasligi uchun yana karvonni chachib qo'yamiz endi. Yana ham ehtiyotini qilishlik uchun yana bitta yo'li bor. Tozalab qo'yaylik-da. En chekidagi romni ham ko'tarib ko'raylik. Mana bunda ham pishgan rasvor urib qo'ygan joyi yo'q ekan. Havo salqinligi uchun arlar polashni boshlashdi. İkita ochiq nimani o'rniga ochiq urug'lik rom o'rog'iga bitta munparda qo'yamiz. Mana munpardan qachon qo'yilgan? Buni ham ozgina otishga. Yangi bitta munparda berib qo'yapmiz. Ikkita ochiq yopilmagan ochiq yosh qurtchalarni o'rtasiga qo'ydik. Endi mana bittani iloji yo'q hazirlik qilib o'rtasiga olamiz. Yana bitta qo'yib qo'yamiz. Buni ikkita qo'yganimiz sababi narigini arlari ham keladi. Kelsa ari tiqilib olmaydi. Qo'shilib ketishadi. Az bitta po'kada mana asorat uchun ko'p o'ydik. Mana bu oiladan ham ko'ngil xotirjam bo'ldi. Ro'y holatiga tushmaydi inshaalloh. Bundan xotirjam bo'ldik.
Mayli, hammanglar Allohga omonatlar. Ertaga kun yaxshi chiqib tursa, inshaalloh natijasini ko'rsatamiz. Onani o'ldirib qo'ymagan, o'ldirmaganini. İnşallah 99% ga bundan qaytgan ona ham 2025-yil onani o'ldirmaydi. Mana undagi yangi chiqqan 2026 ham onasiz qolgan oila bitta bo'lib bir-biri bilan kontakt bo'lib, nariga o'tadi. O'rtadagi doskasini olib, bu tomonga, chap tomonga surib qo'yamiz. Inshaalloh ertaga kun chiqtirsa ko'rsatamiz natijasini. Mayli, salomat bo'linglar, hammanglar Allohga omonatlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, yangi asalarichilar, hammanglar yaxshimisizlar? Mana 2 kun oldin qo'shgan oilam bor edi. Hech qanaqa gazetasiz qo'shuvdik buni. Onani tegdimi, tegmadimi bilib olamiz. Bunda yo'q, ona. Bu tarafida ham yo'q. Bunda ham ko'rinmayapti. Mana shu ikkita ramkada onasi yo'g'i mana ikkitada men rasploti bilan turibdi. Mana shunga o'tib oldim ekan ona. Mana salqinga olayım. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, paketda. Mana yaqindan qilib olyapman. Mana karnika. Mana osonlikcha qabul qilgan, o'zining rasplotlarini tashab bu tomonga o'tga mana urib qo'ygan. Endi hozir biz buni o'rnini almashtirib qo'yamiz. Mana shu ikkalasida nima yo'q edi. Mana ovqati ham yo'q. Mana sabab bunda rosa napat bo'layotgandi, men bunga ovqat beryapman. Yeb chiqib ketib borishyapti. Boshqa kuchli oilalar. Bunga mana urib qo'yayotgan, ovqati bor. Nima berganman? Buni ikkinchisiga qo'yamiz. Buni urug' bor ekan, mana pishgan rasplotni eng chekkaga olamiz. Adashmasam mana shu pishgan rasplot edi shekilli. Mana pishgan rasplotni mana birinchisiga qo'yamiz. Ikkinchisida ochiq qurtlik bo'ldi. Yaqinlashtiramiz endi. Mana onamonda qoldi. Shunda qoldim ona. Yomonda qoldim. Shu 3-da qoldi shekilli adashmasam. Shunaqa. Bu rosa onaga zo'rib turgan edi. Mana nima ham tortgan ekan. Ostlarga ko'rsataman. Bu oila turtovka bo'lib qolishiga ozgina qolgan ekanda.
Ha, turtovka ham bo'pti. Turtovka ham bo'pti, sabab bunda ochiq qurtli rom yo'q edi umuman. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, qani. Mana. Mana bunday tortgan ekan, mana tortishni boshlagan ekan. Bular o'zi urib qo'yib, mana. O'zi urib qo'yib, ishcharilar. Ona chiqarib olamiz deb turtovka olib qo'ygan ekan. Endi hozir buni onasini ajratib turib, 200 metr nariroqqa borib qo'yib yuboramiz. Turtovka arilar aşağıda qolib ketadi. Oddiy ishchilari, tuxum qo'ymayotganlari qaytib keladi uyaga. Hozir ikkinchi oilani ham ko'rsatamiz, ikkinchi qo'shganni ham. Mana ikkinchi oilamiz xuddi shu yashaydi. Mana buni bitta ramkasini olib qo'ydik, 3 ta ramkada qoldi. Endi shuni yonidagi buni ham videosini ko'rganlar. O yoqda 42-chi oilani yonidagi cho'ntagidan olganman buni. Bu eslasanglar kuchliroq bo'ladi deganim. Mana shu siropini ichib yoribdi. Endi buni ko'ramiz. Bu oila kuchliroq edi. Qani bu nima qildiki? Mana уже bu bir pasta 2 kun ichida bunga hozir bitta ona ana shu narigi mum pardasini bunga qo'yib qo'yaman mana. Уже yazlik tortib olyapti ekan. Bunda bo'lmas turgan gap. Ekvasa qulayroq bo'lar ekan. Mendan oldin onasini topganlar kommentariya yozinglar, ona turibdi deb. Tarafida yo'q. Bunda ham ko'rmadim. Bunda ham yo'q. Mas bitta, ikkita, mana uchinchisi ham mana shu ovqatligan. Mashinada turibdi, lekin o'rtada zastavnoy doska turibdi. Mana. Mashinadan chiqsa kerak. Agar zastavnoy doskadan narigi tomoniga o'tib ketmagan bo'lsanglar, mashinadan chiqadi hozir. Mana topildi, ramkam tarafiga ketyapti. Tak orqaga o'tib ketdim. Bu ham narigi tomoniga o'tib oldim. Hozir bu yerda ko'ramiz. O'tib ketdi. Mana ketyapti, ko'rdinglarmi? Mana o'rtadagi zastavnoy doskani o'ramani tuxum qo'yyapman. Mana qo'ydi. Narigi tomonga o'tib ketyapti. Yana ham ehtiyot shartini qilyapman. Ona bu tomonga oldim. Mana 3 ta o'zini ramkasi edi. Olgan 3 ta ramkam.
Endi mononda turuvdi, mayda doskani yonida turuvdi ekan. Shuni yana ham ehtiyot shatini olib, zastavnoy doskani olib boramiz-ku. Bitta men o'rtaga olib qo'yapman, mana o'rtada turibdi. Mononda ona yo'q. Ikkita o'zini eski romida ehtiyot shat mana doska vazifasini bajarib turadi. Agar mabodo arilar bir-biri bilan tanishib ulgurmagan bo'lsa, deb turib ehtiyot shatini olyapman uni. Mana birdaniga bu qayerdan paydo bo'lib qoldi ekan deyishmasin deb turib, mana bitta onasiz urug' bor. 1 kunlik, 2 kunlik, 1 haftalik yopmagan. Buni qo'ydim. Mana arilar bir-biri bilan yaxshi kontakt o'tyapti. Mana mononda pishgan rasplot bor. Ona ham mana shunda turibdi mana. Onani iloji boricha qo'shganda o'rtasiga salafanda sirop berib qo'ysanglar, bir-biri bilan ovqatni ko'rib, bir-biriga kontakt tezroq beradi. Yana bir 2 kundan keyin mana ikkoviga agar urug' qo'ymasa, buni rasplotni oldiroq olib qo'yamiz. Narigini singar. Bunoni qo'yib qo'yayotgan sababi, bunoni romga yomon bo'lsa ham qo'ymagan sababi, bu tomonga olsa shamollab qolishi mumkin. Mana romga eski bo'lgan bilan ko'rinishi eski, lekin mum pardasi yangi. Eski romga tortilgan, lekin yamini yirtib yuborishgan. Hozir uni almashtirib qo'yay desam, mononda urug' bor ekan. 1 haftalik, 10 kunlik urug' ham bor ekan. Endi hozir buni sinamoqqa anaqachasiga qo'yavdim. Ko'proq osonroq mum parda ber deyishdi. Osonroq yo'l o'rgansa, manaqa bo'lsa, bunga tojicha tortgandek ko'rinadi. Mana qilib qo'yib qo'ysangiz, g'ajib o'ynaydi xolos. Mana qilib, mana ko'ryapsizlar mana. Mana qilib g'ajib o'ynaydi. Oqarlarga ko'ryapsizlar, shuni boshdan qiladi. Yeydi, teshaman deb. Manaqasiga bo'lsa, mashaga tortishni boshlaydi. Tortganda, yo mum parda yo sush berishim kerak ekan deb turib qilinadi. Men odatda o'zimni qiladigan ishim mash. Mana endi hozir oila kengaydi. Kengaygan hisobiga nima qilmaymiz? Endi mononi xullas hozir mononi qo'yib yopib qo'yaman. Shu mana shunday qilib o'rtaga gazeta qo'ymasdan bir-biriga qo'shishni ham yo'lini ko'rsatdim. Faqat unda oila turtovka bo'lmashi kerak. Yana bitta nimasi, umuman mischka ham bo'lmashi kerak. G'umbaylar bo'lmashi kerak. Agar g'umbak tortgan bo'lsa, o'tirib qoladi qafasda 2 kun tursa ham 3-kuni qo'yib yuborganinglarda o'ldirib qo'yish mumkin. Shuning uchun qafasdan chiqarganda bir qator nazorat qilinadi. Bir 10 minutcha tomosha qilib turib, yashig'ini yopib, ustiga to'shaklarni yopib turib, yana bir 20 minut o'tgandan keyin bir qator havorab qo'ysanglar, nima gap, nima so'z, agar qabul qilgan bo'lsa, ko'ngilni xotirjam qilaverasizlar. Shu bugungi chiqarilgan videomiz. Hammanglar salomat bo'linglar, Allohga omonatsizlar. Endi hozir mana yana 2 ta oilasi bor. Inshaalloh ular ham 99% ga qabul qilgan. Endi bitta qo'lda o'zim qiynalanyapman. Xuddi mana shunaqa holatdagisi. Ikkitasi ham shunaqa edi. Mana kuchliroq mana edi. 4 ramkali arisi bor. Lekin buni ovqati bor edi. Ovqati yaxshi. Bunga bu yerdagi oilanikini cho'ntagida turganligini karnika zotlikda oluvdik bunga. Bu xolasa hozir mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Endi mana bu ehtiyojdan qo'yib qo'yildi. 6 ta bo'lsa, ona bemalol urib qo'ygan joy bor. Asal sezonga doğru bemalol bir qator urib qo'yib, 20 kun, 20 bugundan boshlasa ham urib qo'yishdi. 21 kunda уже xudo xolasa 10 ramkali bitta katta oila barpo bo'ladi.
Mayli, salomat bo'linglar, hammanglar Allohga omonat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Salomat bo'linglar. Duo qilib turinglar.